Sirdaryo viloyatida Asaka bankka biriktirilgan 10 ta mahalla bankirlari yordamida joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida aholini daromadli mehnat bilan bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishildi. Xususan, Sirdaryo viloyatida Asaka bank tomonidan 458 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilib, natijada 7135 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Yil boshidan buyon hududlarda aholining bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va mikroloyihalarni keng joriy etish bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. Jumladan, Sayxunobod tajribasi asosida biriktirilgan mahallalarda jami 457 ta mikroloyiha amalga oshirildi. Mikroloyihalarni moliyalashtirish uchun 11 milliard so'm kredit yo'naltirildi. Mazkur mikroloyihalarni ishga tushirilishi hisobiga 964 nafar ish o'rni yaratildi. Masalan, Guliston shahrining Bog'shamol mahallasida istiqomat qilayotgan Muborak Mahmudova ham o'z tadbirkorligini boshlash niyatida edi. Mahalla bankirining o'rganishlari davomida o'z biznes loyihalarini taqdim etdi. Unga Asaka bank tomonidan asalarichilik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 60 million so'm miqdorida kredit ajratib berildi va 3 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Oilaviy asalarichilik bilan shug'ullanamiz. Oldingi faoliyatimizda asallarimizni dehqon bozorlarida, uyimizda sotardik mijozlarimizga. Hozirgi mana shu paytlarda do'konlar ochdik. Do'konimizda 20 xildan ortiq asallar bor. Bizga Asaka bank mahalla bankiri mana shu kreditlar chiqarishga yordam berishdi. Sharoitlarimiz rosa yaxshi. Mana shunday imtiyozlarni yaratib berganiga prezidentimizga minnatdorchiliklar bildiramiz. Yana kelgusida shunaqa do'konlardan boshqa hududlardan ochishlarni rejalashtiryapman. Asalni sotish uchun tadbirkorimiz Muborak Mahmudova shug'ullansa, asalarilar parvarishi, mahsulotning tayyor holatiga kelgunga qadar bo'lgan jarayonlar bilan uning o'g'li Baxtiyor Mahmudov shug'ullanib kelmoqda. Shuningdek, Guliston shahar Sayqal mahallasida yashovchi Sardor Ergashev ham mazkur dastur asosida Asaka bank tomonidan 100 million so'm kredit olib, maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini yo'lga qo'yib, 5 nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minladi. Eng avvalo tadbirkorligimni boshlashda, yo'lga qo'yishda muhtaram prezidentimizning o'sha oxirgi yillardagi chiqargan farmon va qarorlari eng katta sabab bo'ldi. Oldinlari bankka borlardi, vaqtim ketardi anchagina. Hozir mahalla bankirlari o'zlari kelib tadbirkorlikni yo'lga qo'yishimizga yo'l ochib beryapti. Men xuddi shunday imkoniyatdan foydalandim va tadbirkorligimni yo'lga qo'ydim. Bu ancha qulay. Mana shu mahalla bankirining yordami bilan bog'chamni ikkinchi bir binoga ko'chirishga muvaffaq bo'ldim. Humo oilaviy bog'chamiz 50 ta o'ringa mo'ljallangan. Bugungi kunda 50 ta o'rin to'liq qoplandi. Kredit olib, bog'chadagi rivojlanishni, jihozlarni davlat ta'lim standartlariga moslab jihozlab kengaytirdim. Kengaytirish jarayonida mana shu mahalladagi 5 nafar ayolni ish bilan ta'minladim. Kundan kunga talab kuchaymoqda, sababi berilayotgan bilim, yaratilgan sharoit, yo'lga qo'yilgan to'garak mashg'ulotlari, ya'ni ingliz tili, rus tili, karate, badiiy gimnastika, mental arifmetikasi. Bularning barchasi hozirgi kunda ota-onalar tomonidan yaxshi qabul qilinmoqda va bog'chaga talab kuchaymoqda. Asaka bank mahalla bankiri bilan birgalikda hozir loyiha ustida ishlayapmiz. Kengaytirish maqsadida ikkinchi Humo bog'chasining filialini ochmoqchimiz. Hozirgi kunda daromadimning o'zi 30 millionga yaqin. Har qanday xarajatlarimdan tashqari 10 million foydaga qoladi. Aniq bir reja bilan Asaka bankka murojaat qilish kerak, o'zini tadbirkorligini yo'lga qo'yish kerak. Taqdim etilgan ushbu loyihalar Sirdaryo viloyatida tadbirkorlikka yaratilayotgan keng imkoniyatlar, iqtisodiy rag'batlar va moliyaviy ko'maklarning amaliy natijasidir. Yil davomida erishilgan bu ko'rsatkichlarda albatta aholining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayotgan Asaka bankning moliyaviy ko'magi va tizimli yondashuvi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.